Hammaga assalomu alaykum. Oldingi darslarda shablon kontrollerda qatlamlarga bo'lishni bajarayotgandik. Shuni davom etamiz. Repozitoriy va logik qatlamlarni yaratib oldik. Endi undan keyin kontrollerda o'zgartirishimiz kerak. Kontrollerda o'zgartirishda shu oldin ishlatgan product kontrollerini o'zgartiramiz. Unga logikani qo'shamiz. Logikani konstruktorga iProduct Logic ni inject qilish orqali qo'shib olamiz. Uni underscore prefiksi bilan logic private fieldiga tayinlab olamiz. Endi bizga mahsulotlar ro'yxatini qaytaruvchi getSampleProducts metodi ham kerak bo'lmaydi, chunki biz bazadan o'qiymiz. Konstruktordan uni olib tashlaymiz. Metodni o'zini kommentiruvchi qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Products xususiyatini ham kommentiruvchi qilib qo'yamiz. Endi index va details metodlarni o'zgartiramiz. iActionResult task iActionResultga o'zgartiramiz. Endi mahsulotlar ro'yxatini chiqarish uchun logikdagi getAllProducts dan foydalanamiz. Uni products o'zgaruvchisiga tayinlab olamiz. Await bilan va viewda shu productsni qaytaramiz. Async qo'shish esdan chiqmasin. Details metodida getProductById dan foydalanamiz va logic getProductById deb yozamiz va id parametriga berib boramiz. Produkt qizil turibdi. getProductById task qaytargani uchun iActionResultni task iActionResultga o'zgartirib qo'yamiz. Va logicdan oldin await qo'shib qo'yamiz. Va uni sheriga asyncni ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Lampochkani essak, o'zi qo'shib beradi. Kontrollerimizni o'zgartirib oldik. Online shop repozitoriyda xato bor ekan, interfeysni implementatsiya qilishda xato bor ekan. O'tgan darsda to'g'irlab qo'ygan xatoni updater bo'lib qolgandi. Rsini o'chirib tashladim. Bu klassni o'chirmagan ekanman, shuni to'g'irlab qo'yamiz. Kontrollerimizni o'zgartirib oldik. Endi program CSga kirib turib, shu yaratilgan yangi servislarni registratsiya qilib qo'yishimiz kerak. Product kontekstni registratsiya qilgan joyimiz tagidan yozaveramiz. Builder services add scoped deb turib, iOnline shop repository deb yozamiz birinchi, keyin virguldan keyin online shop repository deb yozamiz. Bu yerda har safar iOnline shop repositoryga so'rov kelganda online shop repository nusxasini yaratib beradi. Biz scoped deb yozib qo'ydik. Bu rejimda har safar HTTP so'rov kelganda yangi nusxa yaratiladi. Ya'ni HTTP so'rov kelganda iOnline shop repository ishlatgan joylarda konteynerimiz online shop repositoryning nusxasini yaratib beradi. Servislarimizni registratsiya qilib oldik. Endi ishga tushirsak ham bo'ladi. Ishga tushgandan keyin mahsulotlarga kiramiz. Mana ro'yxat bazadan chiqyapti. Batafsil dezamiz. Edit desak ishlamaydi, chunki ularga viewlar yo'q. Buguncha hozircha shu. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.